Bolajonimda yotishini qaranglar. Oyijonisi niyat qilgan ekanlar. Yurak urishlari yaxshi bir tekisda. Homilador bo'lmaslaridan oldin oyisi homilador bo'lsam, Zulayho opam oldiga boraman deb niyat qilgan ekanlar. Shunchalik niyatingiz nima deydi, yaxshi bo'lgan ekanki, oyisi Allohim sizga 2 o'g'ildan keyin qiz beribdi. Da. Da. Akalari biza qiz bo'lamiz. Da. Adasi ham kutyapmizlar. Juda ham yaxshi. Bo'ylari uzungina qizaloq. Men sizga aytsam 2 kun oldin yuzaga tushdim, o'g'il bo'ladi dedi. Yo'q, ishonganim yo'q. 2 kundan beri stressga tushib qoldim shunda. Yo'q, biza qiz bola. Buxoroni qayerdansiz? Qorako'l. Qorako'ldan keldingiz-a? Juda ham yaxshi.